Assalomu alaykum fuqarolar. Mana bugun biz Milliy bankdan xodimlar kelganmiz. Yuqori Turkiston yashaydigan fuqarolarga Milliy bank tomonidan ajratiladigan kreditlarga murojaatlar bo'layotgan bo'lsa, hozirgi kunda davr talabidan va hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan fuqarolarga nisbatan ijobiy va rivojlantirish uchun bo'linayotgan shart-sharoitlarni yaratib berish maqsadida agar mana shu mahallada yashaydigan fuqarolardan biror bir fuqaroga murojaat bo'layotgan bo'lsa, kredit ajratish bo'yicha marhamat murojaat qilsalaringiz, o'sha murojaat bo'yicha gaplashib, suhbat o'tkazib, kerakli hujjatlar, kerakli ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun. Menda murojaat bor. Sizlarga imkoni qora mol uchun kredit ajratishingizni so'rab qolamiz. Agar imkon bo'lsa, shu nima qilib qora molga rahmat sizga, hurmatli fuqaro. Agar siz belgilangan tartibda kredit hujjatlarini bankka borib taqdim qilsangiz, o'sha kredit hujjatlariga biz o'rganib chiqib turib, belgilangan tartibda o'sha chorvachilikni rivojlantirish yo'nalishida sizga kredit ajratilishini ma'lum qilamiz va belgilangan tartibda sizga o'sha bo'yicha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Rahmat, e'tiborlaringiz uchun.